Birinchi savol. Davlat bayrog'idan qaysi joylarda foydalanish mumkin? A variant. Faqat hukumat binolarida. B variant. Jamoat joylarida, binolarda, yashash yoki ish joylarida, transport vositalarida. C variant. Faqat maktab va universitetlarda. Ikkinchi savol. Davlat bayrog'i tasviri tushirilgan belgidan tijorat, ya'ni pul ishlash maqsadida foydalanish mumkinmi? A variant. Ha, agar mahsulot chiroyli chiqsa. B variant. Yo'q, lekin hurmat bilan kiyimni bezatish yoki tegishlilikni ko'rsatish mumkin. C variant. Ha, chet elda sotish uchun mumkin. Uchinchi savol. Quyidagi holatlarning qaysi birida davlat bayrog'idan foydalanish mumkin emas? A variant. Bayramlarda yoki xalqaro tadbirlarda. B variant. Davlat binosi ustida. C variant. Rangi o'chgan yoki yirtilgan holda. To'rtinchi savol. Davlat bayrog'ini quyidagi qaysi buyumlarda ishlatish mumkin emas? A variant. Sochiq, poyabzal, dastro'mol yoki qutilarda. B variant. Davlat tantanalarida. C variant. Xalqaro sport musobaqalarida. Beshinchi savol. Davlat bayrog'iga hurmatsiz munosabat deb nimalar hisoblanadi? A variant. Uni stol ustiga yoki oyoq ostiga to'shash. B variant. Uni devorga ilib qo'yish. C variant. Uni rasm darsida chizish. Oltinchi savol. Davlat bayrog'ining tasviri tushirilgan belgilardan kimlar foydalanishi mumkin? A variant. Faqat davlat xodimlari. B variant. O'zbekiston Respublikasiga tegishli jismoniy va yuridik shaxslar xalqaro tadbirlarda. C variant. Faqat sportchilar. Yettinchi savol. Quyidagi qaysi holatda davlat bayrog'iga nisbatan hurmat saqlanadi? A variant. Uni ustki yopinch sifatida ishlatish. B variant. Uni iflos yoki teshilgan holda ilish. C variant. Uni toza, silliq holatda davlat binosi ustiga o'rnatish. Davlat bayrog'idan qaysi joylarda foydalanish mumkin? To'g'ri javob B variant. Jamoat joylarida, binolarda, yashash yoki ish joylarida, transport vositalarida. Davlat bayrog'i tasviri tushirilgan belgidan tijorat, ya'ni pul ishlash maqsadida foydalanish mumkinmi? To'g'ri javob B variant. Yo'q, lekin hurmat bilan kiyimni bezatish yoki tegishlilikni ko'rsatish mumkin. Quyidagi holatlarning qaysi birida davlat bayrog'idan foydalanish mumkin emas? To'g'ri javob C variant. Rangi o'chgan yoki yirtilgan holda. Davlat bayrog'ini quyidagi qaysi buyumlarda ishlatish mumkin emas? To'g'ri javob A variant. Sochiq, poyabzal, dastro'mol yoki qutilarda. Davlat bayrog'iga hurmatsiz munosabat deb nimalar hisoblanadi? To'g'ri javob A variant. Uni stol ustiga yoki oyoq ostiga to'shash. Davlat bayrog'ining tasviri tushirilgan belgilardan kimlar foydalanishi mumkin? To'g'ri javob B variant. O'zbekiston Respublikasiga tegishli jismoniy va yuridik shaxslar xalqaro tadbirlarda. Quyidagi qaysi holatda davlat bayrog'iga nisbatan hurmat saqlanadi? To'g'ri javob C variant. Uni toza, silliq holatda davlat binosi ustiga o'rnatish.